Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon aka birodarlar, Qirg'iziston Respublikasining mana shahrindagi Ehson ilm qayrilma fondi yana o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Hurmatli musulmon aka birodarlar, bizning Ehson ilm qayrilma fondimizda 50-60 nafar muhtojlar bor. Inshaalloh bizni baraka bozorida hadid ekanimiz borligini ko'pchilik biladi. Hadid ekanimizga mana polkalarimiz turibdi birodarlar. Shu polkalarimizni inshaalloh qishga kim uyda oshli kiyim-kechak bo'lsa, albatta tozasi, yosh bolalarga, kattalarga bo'lsin yoki kim bir ko'mirdan bo'lan, produktdan bo'ladimi, shunaqalardan biz qabul qilamiz inshaalloh. Baraka bozor Shoptog'da Og'yiratda ofisimiz. Mana shu ratlarni to'ldirib, biz shu yerdan inshaalloh muhtojlar uchun produktda kam ko'zlarni, kiyim-kechaklarni beramiz. Shunga kimda imkon bo'lsa, shu bizning nimaga qarashlar bo'ladi, Ehson fondimiz hadid ekaniga. Nasratdan kelganda inshaalloh. Shu tarafdan kelganda mana shu yerda bizning hadid ekanimiz joylashgan birodarlar. Shu yerga o'zingizlarda kimda inshaalloh imkon bo'lsa ehsonlarni olib kelsanglar bo'ladi inshaalloh. Shu obeddan keyin mana shu ofisimizga qayrilsanglar bo'ladi. Qayrilish uchun tashqarida eshik oldi nomerlarimiz bor. İnşallah fond a'zolari xizmatda bo'lishadi va sizlardan bo'lgan ehsonlarni qabul qilishadi inshaalloh. Va mana bu yerdan biz muhtojlarga inshaalloh bu ehsonlarni tarqatamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.